Aytib bakınçu. Siz ölüp ketgandan keyin sizga zodi kim hamroh bo'ladi? İnsan ölgəndən keyin onu yuyub, kepanlab, qabristonliq olib, qabrisiga qo'yib qo'yguchilik jiq bo'lsa 3-4 soat vaqt ketadi. Sizga hamroh bo'lgan yoki siz hamroh bo'lgan aşı kishilar sizni qabringizga qo'yib bo'lgandan keyin qaytib ketadi. Qabristonliq yolg'iz tashlab qo'yib ketadi. O'liklar bilan qo'yib ketadi. Siz nihoyat yaxshi ko'rgan, hayotingizni beg'ishlagan, bir umr vaqtingizni sarf qilgan farzandlaringiz bo'lsin, ayolingiz bo'lsin, hech kim sizga bir kecha qabristonlikda hamroh bo'lmaydi. Siz bir umr ishlab, jafo tortib yig'gan shu mollaringizni boshqalar taqsim qilishib, boshqalarning bo'lib ketadi. Chiroyli kiyimlaringizni boshqalar kiyadi. Esil dachalaringizda esil uylaringizda boshqalar o'ltirdi. Mashinalaringizni bo'lsa boshqalar minadi. Sizga shu qabristonlikda, shu o'liklarning orasida yotganingizda, shu qorong'u qabristonlikda hamroh bo'ldig'ini faqat va faqat siz hayotiy dunyoda Alloh itoat qilib qilgan solih yaxshi amal ibodatlaringizdan iborat xolos. Sizning farzandlaringiz, ayollaringiz va tuqqanlaringiz va do'st birodarlaringiz siz o'lgandan keyin balkim haftagichilik, balkim bir oygachilik, balkim bir yilgachilik sizning rasmlaringizni qarab, sizni aslab, siz haqingizda suhbatlashib o'tirishi mumkin. Sizni aslashi mumkin. Lekin yillar o'tib, ularning esidan ko'tarilib ketasiz. Bara-bara sizni hech kim aslamaydigan, hech kim sizning gapingizni qilmaydigan bo'lib ketadi. Butun kishilar sizni unutib ketsa-mu, sizga hamroh bo'ldig'ini, siz bilan birga bo'ldig'ini yanala sizning solih yaxshi amalingizdir.